Qizil shafaq necha darajada yo'qoladi deb savol kelgan ekan. Demak bu shom vaqti haqida savol bo'lyapti. Shom vaqtida quyosh botgandan keyin qizil shafaq paydo bo'ladi osmonda. Shom vaqti o'sha qizil shafaq to g'oyib bo'lguncha davom etadi. Qizil shafaq g'oyib bo'lgandan keyin xufton namozini vaqti kiradi. Endi fiqh kitoblarimizda bu darajalar haqida gapirmaydi. 15 daraja, 18 daraja degan gap yo'q, balki ko'z bilan kuzatishga asoslanadi. Biz kuzatuvlar olib borganmiz. Kuzatuvlar olib borganimizda 15 yarim darajaga to'g'ri kelgan. O'sha shafaqni yo'qolishi, ya'ni shom vaqtini tugab, xufton vaqtini boshlanishi shunga to'g'ri kelgan va shu asosda taqvimlarda hozir tuzilyapti. O'zbekiston musulmonlari idorasi Fatvo markazining shu yil taqvimi chiqdi, yangilangan taqvim. Har bir viloyatlar uchun alohida chiqarildi. O'shanda mana shu asosga olingan kuzatuvlar astronomik astronom mutaxassislari nimasi bilan birgalikda kuzatuvlar olib borilgan. Shu 15-15 yarim darajaga to'g'ri keladi shafaq yo'qolishi.